Assalomu alaykum muslimalarim. Xayrli kun hammalarga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ozgina storieslarga chiqmay qoldim. Ozgina mazam bo'lmay qoldi. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshiman. Qizlarjonlar, Instagramga mana hozir storiesga qo'yib qo'ydim. Qaranglar qanaqa chiroyli tovarlar. Hammasi 100% sifatli Xitoy tovarlari. Sifatiga 100% javob berishadi. Sizlar uchun shunaqa zo'r profil topdim. Aniq bilamanki, bayram oldi hammanglar yaqinlaringizga qanaqadir sovg'alar tayyorlashni xohlayapsizlar, lekin qanaqa sovg'a olishni bilmayapsizlar. Olganga yarasha sifatli, hamyonbop tovarlar qidirib yurgan bo'lsanglar, men sizlarga shu profilni tavsiya qilaman. Profillarni qoldirganman qizlarjonlar. O'zlari Xitoydan birinchi qo'l tovarlarni olib keladilar. Ishonchli, yaxshi kargochilar bilan hamkorlikda ish faoliyatlarini olib boradilar. Bu degani sizlarning tovarlaringlar zo'r keladi.